mehribonlar, assalom sizlarga ey mehribonlar. Yana bir bor assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar, jonkuyar otalar va onalar, asaldan shirin bolalar. Bugun biz ushbu bilim dargohiga Jonajon maktabimizga barchangizni quchoq ochib chorladik. Buning boisi bor albatta. Sababi kechagina maktabga o'zining ilk qadamini qo'ygan birinchi sinf o'quvchilari o'zlarining eng ajoyib bayramlarini nishonlash arafasida turibdilar. 4 oygina muqaddam bu o'quvchilar yurakda hayajon bilan Jonajon maktabimiz ostonasini bosib o'tishgan edi. Mana shu o'tgan qisqa muddatda ular anchagina mehnat qilishdi va bugungi kunda alifbodagi barcha harflarni tanib, o'qish, yozish, hisoblash ko'nikmalarini egalladi. Shu sababdan bugungi tantanani savodxonlik deb atadik. Bayramimizga xush kelibsiz, aziz mehmonlar, aziz bolajonlarimizning shodligiga sherik bo'ling. Endi davramizga aziz bolajonlarimiz birinchi sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Marhamat. Tadbirimizni ochib berish uchun davramizga maktabimiz direktori Atamrat Kamolovni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, bolajonlar, hurmatli ustozlar. Mana bugun yangi yil arafasida savodxonlik bayramida yig'ilib turgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, barchangizga kelib kelayotgan yangi yil bilan qutlug' muborak qilamiz. Va shu fursatdan o'sha yangi yilimiz har bir oilaga, har bir xonadonga bir zavq, baxt, omad olib keladigan yil bo'lsin. Shu bilan birga mana jajji bolajonlarimiz hozir aytib o'tgandek 4 oy mobaynida o'zini olgan bilimlarini bugungi savodxonlik bayramida mana namoyon qilib beradi. Shunday ekan bu jajji bolajonlarimizning keyingi o'qishlarida omadlar tilab qolamiz va kelajakda har biri o'zimiz O'zbekiston uchun, o'zimizni elga qalaba, o'zimizni elimiz uchun xizmat qiladigan bir buyuk insonlar bo'lishini tilab qolamiz. Shu bilan tadbirimizni ochib deb beramiz. Doim bo'lsin an'ana, bilimdonlik bayrami. Bolalarning ko'zida
o'ynar quvonch hayajon. Savod xonlik muborak, ko'zlar nuri bolajon. Bu bolajonlarimizni bir necha oylar avval qadrli ustozlar qo'llaridan tutib, bilimlar mamlakatiga olib kirgan edi. Qani ko'raylikchi bolalar, qanday bilimlarni egallashibdi. Keling, bolajonlarga so'zni berishdan avval bilimlar mamlakatining aziz mehmonlarini sahnamizga taklif etsak. Bugun bayram sabablari bilimlar poydevori, ma'noli shirin so'zli, qani alifbe o'zi. Afg'oni o'rgangan bolalar o'tirmaydi, harflar ko'ziga kirib odamlardek so'zlaydi. Salom aziz bolalar, chiroyli gullodalar, xo'sh bolalar, aytingchi nimani bildingiz mendan? O'qishni, yozishni, maqollarni berishni, tezakishlar aytishni, topishmoqlar topishni. Bolalar mamlakatda boshlanar Afg'ondan 30 ta do'stimiz bor, bizlarning Afg'ondan. Afg'onni o'rgangan bolalar o'tirmaydi, harflar ko'ziga kirib odamlardek Nereden başlap bo'lingi doim dona. Unutmang, bo'lsangiz doim dona. Bolalarga bosh bo'lak, sizlarga sirdosh bo'lak. Bahramlar navosini yozganda yo'ldosh bo'lak. Tuman davrada doim dona bo'ling, iloyim davron dushot qilib, do'sti hamisha hamroh. Edim ehtiyopul Yüz ekranda ekan so'zlar chinakam. Qalbman menazim fahmman har bir so'zim Farida furqat farhod dindan boshlanır fakat. Digar quloq tutingiz, ko'zlar marga o'tingiz. Yur ulastin qo'limga, gidat to'shang yo'limga. Hayrat bo'langlar, yo'lda do'st turgan qadray fakonda qalam qiling yo'lda. İnsanlar bilingiz, işteyler bo'lingiz. İrade, izzet, ikram, istagi o'qish tamom. J harfini biladi, nega jahl qilasiz? Jamila jasur jalonni, jajani kodi chinar. Kidan katta ko'zamiz, katta bo'lsak o'zamiz, kattani aynay, hurmat tiladi va sodat. Dadam g'ola yozamiz, limuzinda o'zamiz, latiflar latam. Vaqtlikka yo'q toqat. Madaniyatlar maktab mening do'stim doktor Murod Maqsud Matabar Madina yozar. Mahallimizdan nima qilam? Noatlimitni bo'ldi, ochildan xonlar. Oyga o'xshar ekan, osmonda uchar ekan, obid olim ro'zada ostonang bo'lsin toza. Faqat shuni bilingiz, kuzda paxta teringiz, po'lat paxta pokida, paxta teringiz toza. Qidar qaytamiz, qayerlarga ketamiz, ishda uchadi, kirang qoniqchadi. Sanasatga boqing so'zlari mazmuncha sabircha ijroyo, so'zlardan adashmaysiz. Buni tarixga yozasiz. Toshkent shahrida To'qarda yozamiz. Yuman bakir Yusuf Zotanning qo'shni yo'li yo'qotini bosadi. Harflar azalda alif vaning avvali rasm adolatda Doğruluk dastanlarda de harfinden dastanlar Donalar dürdanısı dilce destir dost yarı Ertekçi harfine erke tayin eskin Ertekler tinglep sehnin ertek çahlep pişkin Egri orap buna görgət egzəkim deb yapışdı Gələcək bizni görüb minəmiz deb çalışdı Ki harfi gül yok ben güzel güller timsali Güllekende gülbaklar göğe gerek misali Kız harfine bir şey hakikaten davranaklar Yıkmadan hikaye kuşların daha yoklar Bilimgedir izle şaşka kapça ince ilk atmazdık hepimiz C harfinden cerenli cazibedar ve coşkun Canımga joylagan men jonajon vatan mehr Kamina kamtarim kam sukum bol Ko'p dema kelajakka boring kurash intilma Bu harflar labbaylab labimda lazzat bor Laylo va zolima Nafsim bor izzatim bor Man xalqima maqulma Bo'qton tushgan tilga Mard maydonda sinalar Mehnatim mag'zil elga
Namım nasibem ulug' muxolifman nolim bu. Noshukr nodon bo'lmang muhassanudin yutib. Ona melki otun ana dua ay ata ana otun ay adam halqat. Ko'tarifman faxla bu balon oshgan pazanda puxta pishib o'zimga pishib chiqdim qozonda. Hayır ko'mang qarang qalbimga quvvatimga qizilda sepatda sanjaradi. Rahimda rost ko'rmasin fala anjatma donang rozi qilib rahmat ol. Sabr masfatim va sabr hozirga sadoqatim nasmasini do'stlarimizga. Turmushda tug'atga topilar kimsalarda tashakkur qildim. Bir tashvik topmak izlab. Sümermen bitti, kılıfta sekte, uzun sıkılmasın. Ne? Muharifemem vazifem ve adına vefadalik, vicdanım ve vatanın vücudumda badalik. Hakikaten haberdar, halis halksan, hatıra hop kalbinde, hasislerce dünyalar. Harifine yakot zengiz yok yerden yondirama, yol yürüp yol ko'rsatish yolni dondirama. Zinada turgan o'rtoq senga bordir bir so'roq zini qanday qushlasang bizga o'xshaydi ozroq. Bu harfni ortacha gelishda o'qib o'rganma o'qigan. Bu harfni ma'lumotlar g'olib doim g'ayratli g'alaba hamroh menga g'oliblik tuyuladi. Bu harfni bilasiz shoshib kelasiz shogird shohmonning shogirdlikka olasiz. Chiqarman chidamli chaqalman chegada mana turibman. Başka ikhtiyar işlerde tutarışı ve yeni cüzbüleri gözeler doğmak için. Kimlik kimsel belgisi, minnet belgisi vazifemde sevecekmen, uzanımda çekecekmen, yaptıramam cahine, ezyatamam yine. Davramizga birinchi A sinf o'quvchilari ijrosida oshnalar raqsi.
ma'lumot hamda she'rlarga beramiz. Nima shu bolalarni orqaroq qo'ysangiz deb sahnaingiz keng bo'ladi. Mikrofonni bering, mikrofon. Ming 1991 yilda 31 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat deb e'lon qilingan kun har yili 1-sentyabrda mustaqillik bayrami sifatida nishonlaymiz. Hali bitilmagan dostonlarim bor, bir sayragan dostonlarim bor. Dorug'ur dostonim g'ur O'zbekiston, ulug'lar kuylagan yurt O'zbekiston. 1991 yil 18-noyabr kuni O'zbekiston davlat bayrog'i tasdiqlandi. Xalqim ma'zuriyati dilga quvonch soladi. Bayrog'imiz dunyo zira yurtga urus soladi. 1999 yil 2-iyulda davlatimiz tamg'asi tasdiqlangan. Tamg'amizga bir qarang tolanadi rang-barang unga beradi chiroy tepasida oqshom oy. Bir tomoni paxtazor quyosh nurini sochadi. Abrahan sadari tamg'ani bosadi. Bu tomonda quloq bizga omad tilaydi. O'zbekiston nomini jahon surataraydi. 1992 yil Marhamat qabul qilindi. Marhamat tinglatarlar xalq yurtim vatanlardan omon bo'ldi turguncha jahon mustaqil yurt O'zbekiston.
uchun sevimli bo'lgan vatan, ota, ona, ustoz, yurtboshi kabi so'zlarni hech qiynalmay yodlamiz. Mana hozir siz ularning guvohi bo'lasiz. Yuzayil O'zbekiston jon vatan. Azantiga jon fido, tinib tinchimas aslo, vatan salomatdir, vatan nomdor. Bilimlar mamlakatini makon aylagan bizda ta'zim va rahmat deymiz sizday aziz ustozga. Davlatni o'ylagan, baxtimizni so'ylagan, sog'aman bo'lsin boshi, rahmat senga yurtboshi. Bilim olish shahari, demaylik charchaliklar, barchamni olamiz, ishoning doimiz bor. Qo'limda bor kitob, yuzimiz go'yo oftob, bitti doim bedarki, go'zal yaxshi odob. Bo'lsin doim osuda, ona zamin albatta, osmon bo'lsin musaffo, biz sevgi olishda. Bizlar maktab qo'yinda o'qib bo'lamiz bilim, kelajakdan chorlanib kelaylik. Vatan bizning uyimiz, vatan bizning ko'chamiz, soylardagi suvimiz, mazza qilib ichamiz. Yosh avlod nolagan, vaqtimiz so'ylagan, sog' omon bo'lsin bosh, rahmat sen yurtboshi. Qo'limda bor kitob, yuzimiz go'yo oftob, bizni doim bedaydi, go'dag'lik yaxshi odob. Alif boda bordir necha harf, o'yla qiling qilib sarf, go'yo ko'zi burni bor, har bir harfning o'rni bor, har bir harf buyuk erur, har biri juda zarur, adashtirmagin zinhor, soat senga bo'lsin yor. Bilimlar mamlakatin makon aylagan bizga ta'zim va rahmat deymiz sizdek aziz ustozga. Farzandiga jon fido, tinib tinchimas aslo, bardam salomat bo'ling ota-onam doimo. Endigi navbatni birinchi sinf o'quvchilari ijrosida alqalat va Yüzükler koşa koşa, altıma bir aşıya. Yüzükler koşa koşa, kuş katta cüsü cüsü, ele bele altı halka. Kuş katta cüsü cüsü, ele bele altı halka. Altıma bir yakın, oturup kaşı kakın. Altıma bir yakın, oturup kaşı kakın. Hemmelere kaldım yakın değil, ele bele altı halka. Hemmelere kaldım yakın değil, ele bele altı halka.
Yoningizga keldim men, kerakligim bildim men. Noshni etdingiz. Bolajonlar izimni sof qilib qo'ymangiz. Yetishlar varamni ko'p uyatga qolmangiz. Bu xotirjam ozor bermangiz hech ham. Men bir chuqur quduqman, limog'imda suvlarim qonib ichsangiz, bahoyingiz 5 do'stlarim. Aziz o'quvchilar, mana o'qish kitobingiz tanishib, do'stlashib oldingiz. Endi mehmonlarga o'z san'atingizni namoyish etib berasizlarmi? Salom o'qish kitobi, xush ko'rdik. Seni juda hurmat qilib, yaxshi ko'rib o'rganishga so'z beramiz. Sahnamizga shu ona tili kitobini kirib keladi. Sahifamda so'zlar jonli, ma'nolari chuqur ongli, to'g'ri yozib ravon so'zlar, til boyliging oshar ruhingizda. Sen meni o'qi asla doim, yirtiq bo'lmay pok turayin. Bilim berib tinmay senga yetaklayman porloq ertaga. Navbat birinchi fasl o'quvchilar ijrosida Qarakol Pakman Aşağıda
Ben degan salom solman, sanash uchun otonman. Bitta yurak, bitta bosh, bir oy, bir quyosh, yozishga ham olmayman, qoldiqchaga o'xshayman. İki degan nomi bor, ikki beden medayat, ikki qo'l, ikki oyoq, ikki ko'z, ikki quloq. Nimaga o'xshayman xo'sh, xuddi ko'ldagi oqqush. Uchta bir nomimiz birlashganda bo'lar kuch, uchga sanayman deb shaqirgan har şeyler shuncha qiymat ishlangan ko'cha. Men to'rttaga raqamman, ikki bandaman bo'lsa kecha fotak to'rtta fotoshop yashirishdi jabrag'im. Besh turli raqamlar tayinlar, bir qo'yda aytaman qo'lda yaxshi yozmoqqa o'xshayman hayvonga. Beshanga raqamlarning oldiga ikki uchni qo'ysak bas, hech qachon esdan chiqmas. Mening nomim Daryoqda, endi demanglar bitta, oltidan bitta ko'plar, yetti yulduzman boqman, chizging kichik o'roq, belga boylagan bog'. Tanamay demasak, ikki to'rtni qilsangiz, hosil bo'laman shu on, yaxshi bilgan ikki jon, yozilishim bir qani tasavvur. Rakamlar bir kulu can buldu. Ben baktım topluya kadar. En birinci bulup bir yıldı. En sonunda 9 kadar. Onu da bir kılmaklar. Nur rakam bulmadılar. Maktandılar raksan uzarak. Gidip çıktı akır macera. Rakatları başına verdi. 9'u bir kıpsı yemedi. Gitti bize sarılayım. Aklımdan konuşmaz dedi. 8 yaşında iki tane bulmuş. Maktandılar ne sözsüz düş. Olmaz ki o en küçük bu. Ki de bakan en küçük yolu. Bak şerbetinde şerbet sağ oldu. Bağıracak kan usluyan küldü. Kamsıtmayın hiç çıktı hasını ham taşı kesek baland tasını ham yetti emas min o'ylab so'ngding yo'l bo'lmasa min ham bazaislam.ru Ben
aleyküm balacanlarım. Yaxşımısınızlar? Ben sizlerle şiir okuşlarınızda iştiş için Tağut taşlardan, Karadirlerden aşıp geldim. Menga atagan şiir ve qo'shiqlaringizni aytib beringlar. Sizlarga sovg'a beraman. Yangi orzu, yangi shon, tilaklari bir jahon, dunyo bo'lsin deb omad, kulib kelgan yangi yil, dilto'rida bir olam, salom senga assalom, davri to'lar quvonch baxt, mangu tinchlik qilib ah, yigitda g'ayda to'shaq, to'lib kelgan yangi yil, qalb to'rida bir olam, salom senga assalom, qanday shirin. Barakallah balacanlar. Yana kim? Babacan kar baba, savgaları var baba. Uyda biledik destek tepesinde alperde. İhtiyacın bahardık, ilik yüzdek nazardık. Barakallah. Acayip. Senemizde aramız, tavuklarımızda varamız. Karda ıskırıp çıkmış şekil döneriz. Ece kan ece, yapraklarının ece, etrafında ellerin, boşkaydanız mece. Parma beşen asiyarken asıl sözücek evrak. Yana kim? Babalar şafak, beşen esiyor, bak hastası, sıcak köprak benim oyuncak. Eski yılda güzeldi, Resturhan'da bezedir. Rengi yılda berçemiz, piştik aramız. Barakallah. Aferin. Kim? İşik diyeyim kiyamet, ağzı bize siyamet. Telede evvel uçamet, rengi yılda küçük. Rengi getirdim, bahçe toprayım, atamana topladım, büyümez nurget olsun. Eski yıllık güzeldir, dasturxonni ko'rmadim, yangi yilni barchamiz kulib kutib olamiz. Yangi orzu, yangi shon, tilaklarda jahon, dunyo bo'lsin deb omon, kulib kelgan yangi yil, biz to'g'rida bu olam, salom senga assalom. Antarcha donarcha, yaproqlaring yilada, atrofingda aylanib, boshlaydan habarcha. Balons oppoq, peshanasi yoppoq, hastasi uzunchoq, ko'proqlik o'yinchoq. 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 Bozg'orlar yomadi, yer yig'ib yopadi, bolalar bilan qolib qolishga Ben sizlerle şiirlerinizde işte juda ham mazza qildim. Aferin. Fatima. Endi navbat birinchi asr ijrosida yangi yil raqsi.
Hayır, çabalımı büyük de bu zaman. Ve bugünkü günümüzde yine savatkarlık bayramının esası sebepçisi hepiniz olsun. Sizin kaçaklarınız gerçek olursa. Bunların keyifli yılışlarında bunlarda anlasın. Yaxşı tilak ister anlasın. Şimdi bir de bir nesap hareket savatkarlık bayramımızda kuvaklaması var ediniz. Her bir okulcuda tutulduğunda. Bugün köpçülüğü okuturumlar. Fakat yine teminatına okuturup tabi desek lazım. Birincisi, men hali teminatını okuturaman, okursam olmanıza gelip dursun. Evet. Amanbayeva Turkhanım. Eğer şunday cümle yazılmayacak, bu cümlesini okuvaram. Sen eng birinchi kitob alifbeni o'qib tugatib, hamma harflarni o'rganib olding. Endi sen vatan, ona kabi eng ulug' so'zlarni o'qiy olasan va yoza olasan. Yodingda tut. Ushbu savodxonlik guvohnomasining sohibi doimo a'lo o'qish, namunali huquqqa ega bo'lishi lozim. 50-umr ta'lim maktabidan guvohnoma. Tabriklaymiz. Atammuratov Shohzodbek. Akhabirova Dilnura. Abdullayev Jasurbek. Ismailova Mahfiya Mahfarayım. Ağlanberdiyev Cavlanbek. Muhammed Mustafa. Murabbikova Zeba. Hadi bakalım daha
Allah bergan. Bak, Şahsat Bey.